Avaz aka, demak, Jobbridge xususiy bandlik agentligi va hozirgi kunda ommalashib borayotgan Work and Travel dasturi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. Demak, Jobbridge xususiy bandlik agentligi 2025-yilda tashkil topgan va litsenziyalangan tashkilot hisoblanadi va bizning asosiy maqsadimiz chet elda o'z fuqarolarimizni qonuniy tarzda ishga joylashtirish. Demak, Work and Travel dasturiga keladigan bo'lsak, Work and Travel dasturi aynan talabalarga mo'ljallangan dastur bo'lib, yozdagi 3 oyni maroqli ham ishlab, ham dam olish orqali o'tkazishga yo'naltirilgan dastur hisoblanadi. Bugungi kunda yoshlar orasida Work and Travelga bo'lgan munosabat va qiziqish nega oshib bormoqda sizningcha? Demak, bunga bir nechta sabablar bor. Birinchidan bu ijtimoiylashuv, globallashuv, ya'ni bizni Yevropaga bo'lgan qiziqishimiz, u yerga borib ishlash, ularni hayot tarzi, madaniyati, tilini o'rganishga bo'lgan qiziqish birinchidan, ikkinchidan esa o'sha 3 oy vaqtini ham daromadli, ham mazmunli o'tkazishga bo'lgan maqsad. Work and Travel dasturi oddiy ish vizasidan qanday farq qiladi aka? Demak, yuqorida aytib o'tganimdek, Work and Travel dasturi asosan o'sha 3 oylik vaqtni o'z ichiga oladi. Chunki bu aynan o'zbek universitetlarida o'quvchi talabalar uchun o'sha mo'ljallangan desak ham bo'ladi. Ammo uning boshqa variantlari ham bor. Ular 4 oy yoki 5 oy ham davom etishi mumkin. Bu dastur ko'proq o'sha 4-5 oy davom etadigani Westminster, Singapur kabi oliy o'quv yurtlari talabalariga mo'ljallangan bo'lsa, mana bu 3 oylik varianti ko'proq o'sha O'zbekistonni o'sha davlat universitetlari va institutlari uchun mo'ljallangan dastur hisoblanadi. Demak, Work and Travel dasturida hozirgi kunda tajribasiz insonlar ham foydalansa, ya'ni ishga ketsa, dam olishga ketsa bo'ladimi? Albatta, o'zi umuman Work and Travel dasturi aynan daromadga yo'naltirilgan dastur emas. Aksincha, u o'sha talabalarga sohalar bo'ylab, sohalar kesimida o'z tajribalarini orttirishga yordam beruvchi dastur hisoblanadi. Masalan, qishloq xo'jaligida ishlovchi talabalar chet elda, Yevropa davlatlarida asosan qishloq xo'jaligida tajriba orttirib, qanday qilib o'simliklarga qarash yoki umuman qishloq xo'jaligi madaniyatini o'rganib kelishlari mumkin, yoki bo'lmasa injenerlar zavodlarda o'z tajribalarini o'sha 3 oy davomida yoki 4 oy davomida birgalikda ishlab, tajribasini olib va o'sha chet el madaniyatini o'rganib qaytib kelishlari mumkin bo'ladi. Work and Travel dasturidan tajribasiz insonlar ham foydalansa bo'ladimi? Bolgariyadagi Work and Travel dasturi juda ham qiziq dastur hisoblanadi. Garchi u ko'pchilik talabalar tushunchasida juda ham mashhur bo'lmasa-da, chunki hozirgi kunda Work and Travel dasturi deganda ko'proq odamlarning xayoliga keladigan davlatlar bu AQSh yoki bo'lmasa Germaniya. Lekin Bolgariyada ham oxirgi 2-3 yilda Work and Travel dasturi juda ham chiroyli tarzda tashkillashtirilyapti va uning juda ham ustunlik tomonlari ko'p. Demak, Work and Travel dasturida Germaniya davlatining qanday ustun jihati borki, hozirgi kunda Germaniyaga bo'lgan talab boshqa davlatlarga nisbatan yuqori? Bunga Sardorbek menimcha javob bersa ma'qulroq bo'ladi. Germaniyada Work and Travel dasturi boshqa davlatlarga nisbatan eng murakkabroq turadi. Sababi eng yuqori darajada tilni birinchi o'ringa qo'yilgan. Yo siz nemis tilini bilishingiz kerak, yo ingliz tilini yuqori darajada bilishingiz kerak talab qilinadi. Shu jihatdan ko'p ba'zi talabalar Work and Travel qilishiga cheklanib qolishi mumkin bu imkoniyatdan. Ikkinchi sababi, Work and Travel uchun Germaniyani ba'zi jihatlari bor, boshqa davlatlarga nisbatan minusga ishlaydi. Bu qaysi desak, qonun qoidalar juda ham ko'p. Germaniyada har bir qadamingizda turli xil qonun qoidalar. Bu o'zimizdan borayotgan fuqarolarimiz, talabalarimizni ba'zi bir jarimalarga, cheklovlarga tushib qolishiga sabab bo'lyapti. Chunki bizning O'zbekistonimizdagi qonun qoidalar va ular talabalar uchun mos keladigan ba'zi jarayonlar Germaniyada juda yuqori talab bo'lganligi sababli talabalarimiz qiynalmoqda. Uchinchi sababi deb ayta olishim mumkinki, Germaniyada xarajatlar haddan ziyod yuqori va qimmat bo'lganligi sababli ba'zi Work and Travel talabalari o'zlariga daromadni maqsad qilib olgan taqdirda ular o'zlari xohlagan natijaga erisha olmay, qimmat dasturdan foydalanib qolganligi sababli, qimmat davlat tanlab qo'yganligi uchun xarajatlar, soliqlar ko'pligi sababli shu tomondan ko'proq minusga ishlagan talabalar uchun Germaniya dasturi Work and Travelda. Germaniya, Bolgariya, ushbu ikki davlatdan qaysi biri birinchi chiquvchilar uchun yaxshiroq?
eng birinchi work and travel dasturini boshlash uchun Bolgariya eng zo'r variant bo'la oladi. Yuqorida Avaz akamiz aytganidek, Germaniyada chiqish mumkin. Faqatgina qachonki u juda ko'p hujjat ishlari bor, ko'p vaqt kutiladigan joylari bor. Endi chiquvchi talabalar shu narsani xohlaydiki, ularga natija tezroq bo'lishdi va ular uchun ba'zi bir hujjatlar soddalashtirilgan tartibda bo'lishini xohlashadi. O'shaning uchun ular uchun eng zo'r variant Bolgariya hisoblanadi. Yana qo'shimcha tarzda bu jarayonni nima uchun Bolgariya davlatida ilk marta Work and Travel dasturiga qatnashayotgan talabalarga taklif qilishimizning asosiy sababi bu jarayonlarni tizimlashtirilganligi. Ya'ni sizning biletlaringizgacha borish kelish biletlaringiz hammasi qoplab beriladi, masalan, Bolgariyaga borishda va transfer xizmatlari ham mavjud. Bu transfer xizmati nima degani? O'sha borayotgan host country deyiladi, borilayotgan mezbon davlatga borganda, demak sizni kutib oladi va o'z ish joyingizgacha kuzatib qo'yadi. Bu sizni to'laqonli xavfsiz his qilishingizga yordam beradi. Ushbu dasturda hozirgi kunda o'rtacha qancha daromad topsa bo'ladi? Demak, o'rtacha Work and Travel dasturida har xil davlatlarni umumlashtirib raqamlarga keltiradigan bo'lsak, 800 yevrodan 1600 yevrogacha bo'lgan oraliqdagi maoshlarni talabalar bemalol kutishlari mumkin bo'ladi. Ammo bu davlatdan davlatga biroz farq qilishi mumkin. Work and Travel dasturida ish vaqti va dam olish balansi qanaqa? Albatta, demak, yuqorida fikrlarni aytib o'tdik. Work and Travel faqatgina ishlashga hamda daromad qilishga mo'ljallanmagan dastur bo'lganligi tufayli buning travel qismi bor, ya'ni sayohat qismi bor. Shuning uchun bu yerda ham sayohat, ham daromad degan tizim yo'lga qo'yilgan. Ularda dam olish kunlari ham yetarlicha bo'ladi. Asosan agar mehmonxona va turizm yo'nalishi bo'lmagan sohalar bo'lsa, ularda dam olish vaqtlari ko'proq bo'ladi. Ya'ni shanba, yakshanba kunlari asosan dam olish kunga bag'ishlanadi va kunlik ish soatlari 8 soatdan ortmaydi. Albatta, bu talabani o'zini xohishidan kelib chiqib o'zgarishi mumkin. Ammo mehmonxona sohasida bo'ladigan bo'lsa, bunda ish soatlari ortishi mumkin. Shanba, yakshanbalarga qarab, albatta qo'shimcha naf, qo'shimcha to'lov evaziga. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tish kerakki, hozirgi kunda ko'p talabalar Work and Travel dasturida mehmonxona va restoran sohalarini ko'proq xohlashadi. Bolgariyada bu imkoniyatlar 2026-yildan boshlab juda ko'p mehmonxonalar ochilib ishga tushirilganligi sababli juda ko'p qabul mehmonxona sohasida Bolgariyada bo'lib o'tmoqda. Germaniyada shu vaqtgacha McDonald's, mehmonxona va restoran sohalarida qabul ko'p edi. Lekin bundan buyog'iga ular orada 2022-23-yilda O'zbekiston Work and Travel dasturchilarida ba'zi anglashilmovchilik holatlar bo'lganligi sababli bu mehmonxona sohasiga qabul qilish, restoranni oldin restoranlarga qabul qilish cheklandi. Qishloq xo'jaligiga bo'lgan talab yuqorilab, Work and Travel dasturi bo'yicha borayotgan talabalari ko'pi qishloq xo'jaligi bo'yicha ishlamoqda hozirgi kunda Germaniyada. Buni aytib o'tish kerakki, bu ko'proq jismoniy talabga bog'liq bo'lib qolyapti. Lekin ba'zi bir holatlar bor, Work and Travel talabalarining hammasi ham jismoniy talabga to'g'ri javob bera olmasligi mumkin, lekin ular xohlashadi Work and Travel qilishni. Ular uchun eng zo'r variant mehmonxonasi bo'lganligi sababli Avaz aka aytgandek, Bolgariya eng zo'r qulay variant. Germaniya davlatida til bilishning ahamiyati qay darajada? Demak, Germaniya davlati bo'ladigan bo'lsa, Sardorbek aytib o'tdilar, o'sha ingliz tili yoki nemis tilini A2 yoki B1 darajada bilish kerak bo'ladi. Bundan yuqori bo'lmasa, endi har xil ish beruvchi o'ziga mos talab qo'yadi. Bolgariyada esa bazaviy rus tili, ya'ni ozgina rus tilini bilsa yoki ingliz tilini bilsa, bu уже ustunlik hisoblanadi. Ya'ni rus tilida bemalol o'zi haqida va nima ish qilayotganligi haqida gapirib bera olsa, shuning o'zi kifoya hisoblanadi. Ushbu dastur uchun asosiy hujjatlar nimalardan iborat? Asosiy hujjatlar bu o'qish joyidan, demak, ma'lumotnoma, talabalik guvohnomasi, pasporti va shuning o'zi yetarli umuman olib qaraganda. Hujjatlar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, Germaniyada hujjatlar bilasizlarki, ochrat masalasi eng asosiy problemalar masalasi hisoblanadi. Ba'zi talabalarimizga taklifnoma, job offer kelishi mumkin, lekin ular ochrat ola olmagani sababli job offer kuyib ham ketadigan talabalar qanchadan qancha. Mana shunaqa variantda Bolgariyada
Germaniyadagi muammo bo'lmaydi yokida bankshot degan narsalar bor edi avvalgi yillarda Germaniya Work and Travel dasturiga hujjat topshiradiganlarga. Shu sababdan Germaniyaning hujjat tizimi eng yuqori turadi Bolgariyaga nisbatan. Hozirgi kunda work and travelga bo'lgan talab yuqori, buni tan olish kerak va shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerakki, aldovchilar, firibgar work and travelga taklif qilayotganlar ham yo'q emas. Ulardan qanday saqlanish mumkin? Endi avvalambor umuman work and travel bo'ladimi yoki ish vizalari bo'ladimi, albatta siz ketmoqchi bo'lgan firmangiz yoki tashkilotingizni litsenziyasini tekshirishingiz kerak bo'ladi. Bugungi kunda juda ham konsalting yoki shunga o'xshagan demak kompaniyalar borki, umuman qonuniy jihatdan ular mana shu sohalar bilan shug'ullanishga huquqiga ega emas. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida 43 ta xususiy bandlik agentligi faoliyat yuritadi va asosan ishga jo'natish bo'yicha mana shu tashkilotlarga murojaat qilishni biz maslahat bergan bo'lardik. Aynan bu bizni tashkilotimizga emas, umuman har qanday xususiy bandlik agentligiga murojaat qilishlari mumkin. Eng asosiy belgisi ularning litsenziyaga ega ekanliklari. Ular migratsiya agentligi, ya'ni Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi tomonidan yaxshilab tekshirilib, keyin litsenziya berilgan tashkilotlar hisoblanadi va bu tashkilotlar davlat oldida o'z javobgarligini olgan va umuman bank hisob raqamlarida ham ular depozitlar qo'yishadi va har qanday firibgarlik holatlari aniqlangan holatda ularning ana shu summalari muzlatiladi va bu o'ziga xos davlatni xususiy bandlik agentliklariga qo'ygan richagi hisoblanadi va bu xususiy bandlik agentliklarini fuqarolar bilan demak adolatli tarzda ishlashiga yana bir turtki bo'ladi. Work and travel dasturini boshlamoqchi, lekin ikkilanib turgan insonlarga maslahatingiz? Birinchi maslahatimiz ikkilanmang. Chunki ikkilanganingiz bilan qolib ketaverasiz. Masalan, siz ikkilanib bir nechta yozni o'tkazishingiz mumkin O'zbekistonda, ammo hech qanaqa tajriba ola olmaysiz. Shuning uchun qo'rqmasdan harakat qilib ko'rish kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, o'sha Bolgariya davlatida mehmonxona, ya'ni Bolgariyani bir nechta shahri demak suvga yaqin, dengizga, Qora dengizga yaqin bo'lganligi tufayli ularda juda ham mehmonxona va turizm rivojlangan va mana shu sohaga ayniqsa yozda, sezon vaqtida, mavsumiy paytda juda ham ko'p odam kerak bo'ladi va bu mehmonxonaga ishga taklif qiluvchi ish beruvchilar juda ham ko'p qulayliklar taklif qilishadi. Bu qulayliklar nima? Yuqorida keltirib o'tganimizdek, borish-kelish biletlari to'laqonli qoplab beriladi. Ya'ni talabi hech qanday o'zidan xarajat qilish shart emas. Bundan tashqari ular ishonchli va yaxshi turar joy bilan ta'minlanadi. Undan tashqari bu soha demak oziq-ovqat bilan bog'liq bo'lganligi tufayli ular 3 mahal ovqat bilan ham ta'minlanadi va bu talabani umuman olib qaraganda hech narsadan xavotir olmasdan faqat va faqat o'zini ishiga va atrofni o'rganib, dunyoqarashini kengaytirishga diqqatini qaratishga imkon yaratadi. Demak, JobBridge xususiy bandlik agentligi orqali work and travelni boshlamoqchi bo'lganlar uchun birinchi qadam nimadan iborat? Demak, birinchi qadam albatta bizga qo'ng'iroq qilish orqali bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa bizning rasmiy sahifalarimiz bor, Telegram va Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlarda bizga aloqaga chiqishsa, biz ularga to'laqonli ma'lumot beramiz. Ya'ni bugungi kunda JobBridge'da Work and Travel dasturi uchun, aynan Bolgariya davlati uchun demak 400 dan ortiq, 500 ga qariyb 500 ga yaqin demak bo'sh ish o'rinlari mavjud. Va biz mana shu oy bu qabulni tugatish niyatidamiz. Agar chet elga borib ham sayohat ham daromad qilmoqchi bo'lgan talabalar orangizda bo'lsa, bizni ko'rayotganlar, demak sizlarni mana bu dasturga taklif qilamiz. Nasib bo'lsa borib ham dunyoni o'rganib, ham madaniyatni o'rganib, sizlar demak daromad qilish uchun emas, balki asosan g'oya uchun ketishingizlarni taklif qilgan bo'lardik. Chunki sizlar hali yoshsizlar va ko'plab fikrlarni olib kelishlaringiz mumkin. Hali O'zbekistonga yo'lga qo'yilmagan tadbirkorlik yoki biznes kabi g'oyalarni o'zlaringiz bilan olib kelib, bu yerda yo'lga qo'yib, davlatimiz rivojlanishiga va ravnaqi yo'lida demak xizmat qilishlaringiz mumkin bo'ladi.